Mana akamiz o'zi granitsa qilib keldilar, reyestrlari bor edi. Akajon qanday bo'ldi? Reyestr bo'lsa bordik, shu yo'lga chiqdik, hech qanaqa muammosi kirdik, chiqdik, mana yetib keldik eson-omon. Hammasi sotki, yolg'on narsa yo'q ekan. Muammo bo'lgan yo'q. Rahmat kattakon. Reyestringlar bo'lsa ham bular granitsa qilib keladi. Mana shofyor akamizga savol beramiz. Akajon yo'llar qanday? Qanday vaziyat? Assalomu alaykum. Avvalambor yo'llar ajoyib cho'tki. Xudo xolasa mana borib keldik. Bir qator so'raysizlar mana apalardan ham. Opajon qanday borib keldinglar? Juda yaxshi borib keldik, komfortli. O'chirib yo'q, bemalol kirib chiqib keldik. Biz xudo xolasa mana granitsaga borib keldik. Cho'tki borib keldik. Hamma yo'q normalniy, mashinalar komfort. 1 soatda kirib chiqdik granitsaga. Yo'llarda ham umuman problema bo'lmadi. Mana do'stlar, kamidan qarzi borlar chiqa oladimi, yo'qmi? Granitsa qilib oladimi, yo'qmi? Hozir savolimizga javob olamiz. Akajon qanday bo'ldi? Sol koronadan qarzimiz bordi, ana qo'rqib ketdi, kirdik, muammo bo'lmadi. Chiroyli kirdik. Tashqi migratsiyalarni yangilab, muammosiz, o'chirsiz kirib chiqdik. Do'stlar, kamidan qarzlaring bo'lsa ham, reyestrga tushgan bo'lsanglar ham bu akalarimiz kirdi chiqdi qilib kelishdi mana. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa ham, bemalol shu telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Bu videoni granitsa qilmoqchi bo'lgan do'stlaringga tashlab qo'yasizlar.